Keldingizmi? Keldim, tinchlikmi? Nuqul ishxonamga telefon qilib, bezovtasiz. Mazam bo'lmadi, qo'rqib ketdim. Shunga Hadi. sizga qo'ng'iroq qildim. Ha, soppa sog'san-ku. Vaziyat bo'lmasa, skoriga telefon qil. Odamni bezovta qilib hovliqtirasan. Kasalxonaga olib kelasizmi devdim-da. Tuppa tuzaysan, nimani olib kelaman? Har 2 kunda kasalsan. Har 2 kunda telefon qilasan, qonim ichib. Ishlab bo'lmaydi san dastingdan. Namchi baqiraverasiz. Ha, baqirtirganingga baqiraman de. Yoqmayapmanmi? Yoqmayapsan. Ketaymi? Hey, ketaymi deb. Ketsang ket. Munisa! Ha, Munisa! Munisa! Ya o'lib qoldingmi, Munisa? Munisa! Qay... Ostan ketib bordim. Ko'tar endi. Arazlab oladi, darrov. Atelab qolibdimi bu? Ketganmiz o'zi biladi. Xotinsiz zerikarli voy. Nima qilsam ekan? O'zi nimaga ham baqirdimi? Bechora kasal bo'lsa, uyam qayta qolay demaydi yoki telefonni olmaydi. Nima qilsam ekan? Aksiga olib qornim ochib ketdi. Hech narsa yo'q. Ko'chadan ovqat zakaz qilayman. Ko'chadan ovqat yaxshi emasdi. Bodringni kesolmaysan xotinsiz. Baqirishga balo bormi? Bugun xotin boqqimiz ham bo'lmaydi. Uyga qayt. Nima o'zgardi? Sensiz iloji yo'q ekan. Men kechirim so'rashni bilmasdim. Lekin sen ketgach uy emas, quruq devorga aylandi. Men ham arazdan charchadim. Endi baqirmayman. Uyga qayt. Urushsak ham haydab olmaysiz. Haydab olmayman. Endi g'urur qilmaymiz. Kim kimga yalnadi tutib yurmaymiz.